Assalomu alaykum akalar, mana 1025 traktorimiz sotuvga qo'ygan edik. Ko'pchilik so'radi, sotildimi deb. Yo'q, hali 200 million so'm naqd pul bilan kelgan odamga akalar sotiladi. Traktorimiz dokument joyida, qarzdorlik, lizinglari yo'q. Qo'shib beradigan agregatlari bormi deb so'rashyapti. Yo'q, bu narx ichida traktorda quruq o'zi. Qo'shib beradigan narsalar, endi narxini alohida kelishamiz, hozir videoda ko'rsatib boraman. Xo'p akalar, bu klass pristadborimiz. Narxini 40 milliondan tushib beramiz. Kanalga yangilar bo'lsa obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yasizlar. Bitta parrayli nuriyimiz akalar. Xohlasa kamchilik yo'q, ishlaydi. Buni 5 million so'mga beramiz. Ikkita parrayli nuriyimiz katta traktorlarga juda mos. Sepishi ham zo'r. Hampalari ham kattagina. Bunun narxi $1000 dan tushib beramiz akalar. Rumenskiy selkamiz. Kamchilik yo'q, ishlaydi. 76-90 bu razmerga siljuradi. Suslari ham mana holatlari. Bunun narxini ham 40 million so'mdan tushib beramiz. Naryoqda oddiy selkamiz ham bor. Qiziqqanlar uchun ham kelishamiz akalar. Ma'lumot o'rnida shuni aytmoqchiman, bu texnikalarimiz hammasi kattaroq texnika olinayotganligi uchun akalar sotilyapti. Faqat naqd pulga gaplashamiz.